Ben bu Chunur, ben Navbahor bilan OKMKda men birinchi marta mana jamoasiz birinchi chiqamiz shekilli Otabek Samatov ketgan. O'sha videosini ko'rdim-da. O'sha o'tib ketolmay endi o'zim to'g'ridan-to'g'ri o'tib oldim. O'shanda Navbahor birinchi marotaba ko'z o'ngimizda jamoa sifatida bir oilaga aylanganini ko'rdim. Oldin unaqa emas edi. Oldin rostdan sun'iymidi? Pul edi, intriga ko'p edi jamoaning ichida. Juda ko'p narsa bo'lardi. Ana natija bosimi bo'lardi. Shulardan qutuldi. Ko'p 3 tami 4 tali klubga salbiy ta'sir qiladigan holatlardan qutuldi. Muxlisda ham nima bo'lsa bo'ldi. Oldingi holatlar bir 10-yillarda Navbahorga muxlisda kirardi, ko'p kirardi baribir, lekin hech qanaqa chempionlikka da'vogar emas edi. O'sha davrga qaytdi muxlislarning holati va birdaniga misol uchun ko'zda yosh bilan oxirgi o'yinimiz boshqasi Jiyanov qolasiz aka qolasiz dedi. Ya'ni xotirjam bo'ling, yana futbolchilardan o'sha joyi o'zida bir oila bo'lib bir-birini qo'llab-quvvatlash, odam hali musibatda birlashadi deydi-ku, qiyin paytlarda boshqalarda. Shu narsani ko'rdimda, endi ishonsa bo'ladi deydi-yu. Chunki oxirgi o'yinlarda yorqin futbol ko'rsatyapti-da. OKMK bilan bunaqa o'ynash qiyin. Bunaqa darajadagi golni kiritish qiyin. Misol, birinchi gol penaltidan kiritmadi, misol uchun birinchi golni. Golni ko'rgan bo'lsanglar, hali Odilovni Trivela pas berdi, Zabihilla oyog'ini Valverde bilan Brahim Diaz qildi bu ishni jahonda keyin. O'shanaqa gol urdi. Keyin xavfsizlikdan foydalanib ketish, jarima zarbasidan to'g'ri, OKMKda ba'zi muammolar ko'zga tashlandi, keyin omadsizlik bo'ldi qanaqadir. Lekin Navbahor 3-0 ga loyiq o'ynamadi deb bo'lmaydi. Buni